Sayrar qalblarda iymon, gulzorla chorlar Qur'on. Sayrar qalblarda iymon, gulzorla chorlar Qur'on. Unda haq bor, unda nur bor, unda durlar va marjon. Unda haq bor, unda nur bor, unda durlar va marjon. Hop, savol bo'lyaptiki, hozirgi paytda texnologiya kuchayganligi sababli xosatan nafaqat farzandlarimiz, balki kattalarimiz ham telefon yoki bo'lmasa kompyuter, laptop, boshqa shunga smartfon deymiz, yana iPad deymiz, boshqa deymiz, shu narsalarga berilib ketgan. Ya'ni shularga ko'proq vaqtini sarflab qo'yapti. Qanday qilsak bularni o'sha narsadan uzoqlashtira olamiz degan savolni beryapti. Inson avvalo vaqtni qadrini bilish kerak. Xosatan bu narsa kattalarimizga tegishli bo'lgan narsa. Chunki bolalarimiz vaqtni qadrini bilmaydi. Oldin kattalarga murojaat qilmoqchiman. Insonni o'tadigan umri chegaralangan. Insonni umri qancha ekanligini Alloh taolo o'zi biladi xolos. Shuning uchun aytishadiki, agar vaqt sotiladigan bo'lganda edi, katta pullarni evaziga sotib olardik deb aytadi. Yana ba'zi o'sha tobiinlardan birisi aytadiki, sahobalar haqida, sizlar mol dunyoga qanchalik o'ch bo'lsalaringiz, ular vaqtlariga shunchalik o'ch bo'lgan deydi. Chunki vaqtimiz bizga juda katta foyda keltiradigan narsa. Ya'ni vaqtda biz Alloh taologa ko'proq ibodat qilib qoladigan bo'lsak, bizni jannatdagi bo'lgan darajamiz o'sha narsaga bog'liq bo'ladi. Qancha ko'proq vaqtimizni yaxshi foydali bo'lgan narsaga sarflasak, oxiratdagi jannatdagi bu darajamiz shunchalik yuqori bo'ladi. Shunchalik o'sha yerdagi ne'matlarimiz, bizga beriladigan ne'matlar ko'proq bo'ladi. Inson bu narsani qadrini albatta bilishlik kerak. To'g'ri, bu narsa bilan shug'ullanmaslik kerak demoqchi emasman, lekin vaqtini qadrini bilish kerak, chegaralangan holatda bo'lish kerak. Kompyuter bo'lsin yoki telefon yoki boshqa narsalar bo'lsin. Ya'ni butun umrini o'sha narsaga kerakli bo'lsa, mayli bir ishi bilan o'shan bilan ishi bo'ladigan bo'lsa, u ishlayotgan odam bo'ladi. Lekin ishi u bilan bo'lmagan, lekin aksar vaqtini sarflaydigan odam bo'lsa, vaqtiga biroz achinsin, chunki hadislarda keladi, inson o'tgan vaqtiga qiyomatda afsus nadomat qiladi. Allohni zikri bilan o'tkazmaganligiga qattiq afsus nadomat qiladi dedi. Chunki har bitta qiladigan amalimiz bizni yaxshilik bo'lgan tarozimizga qo'yiladi, agar yaxshi amal bo'lsa. Yomon amal bo'ladigan bo'lsa, u tarafga qo'yiladi. Lekin foydasiz bo'lgan amallar bo'ladigan bo'lsa, o'sha umringiz behuda, ya'ni sarf etilgan umr bo'ladi. Bu kattalarga nisbatan edi. Yosh bolalar esa kattalarga ko'pincha uyda qarab yashaydi. Odam masalan telefonida o'tirib olib o'yin o'ynasa yoki bo'lmasa kerak emas bo'lgan narsalarni ko'radigan bo'lsa, bolasiga aytsa, ko'rma desa, boshqa qilmasa, bolasi itoat qilmaydi. Chunki otasini ko'ryapti, otasi vaqtini shunga ko'p sarflab bekor o'tkazyapti. Bola ham o'sha narsani o'rganadi, ya'ni aytayotgani unda ta'sir qilmay qoladi. Shuning uchun bolalarni o'ziga asta-sekin u narsani ko'p tomonlama zarar ekanligini biroz tushuntirish kerak bo'ladi. Kerak bo'ladigan bo'lsa, vaqtini chegaralab berish kerak bo'ladi. Vaqtini chegaralab, mayli bo'lmasa 1 soat senga vaqt beramiz. Kompyuterda o'ynaysanmi yoki multfilm ko'rasanmi, yo'qmi? Masalan 1 soat o'zing vaqtini tanlagan. Qolgan paytda lekin sen o'qishing kerak bo'lgan payti deb bolalarni o'sha o'qishga qiziqtirib, keyin iloji boricha kitob o'qishlikka qiziqtirib, kompyuterdan biroz uzoqlashish kerak. Sababi bu narsani ko'z boshqa, ya'ni sog'likka ham zararli bo'lgan tomonlari bor. Undan tashqari yana farzandlar biron narsa ko'radigan bo'lsa, kompyuterda bo'lsin, iPadda bo'lsin, ochiq joyda o'tirsin. Yopiq xonaga kirib olmasin. Ochiq joyda o'tirib, masalan, iloji bo'ladigan bo'lsa, ko'radigan paytda siz ayolingiz yoki bir vaqti bo'ladigan bo'lsa, birga ko'ringlar. To'yinki bola, ya'ni qanday u bilan shug'ullanishlikni ham o'rgansin, qanday ishlatishlikni ham o'rgansin. Ana o'sha narsa bolalarda, demak, har xil noo'rin yoki yaxshi bo'lmagan tomonlarga kirib ketishlikni oldini oladi. Ya'ni bolani nimasi, kompyuteri o'zini xonasida alohida bo'lgan holatda emas, balki ko'radigan nimasi zalda yoki bo'lmasa ish mehmoni boshqada bo'lsinki, bola ko'radigan bo'lsa, bemalol sizlar uni kuzatib tura olasizlar. Sizlar nazoratinglarda bo'ladi. Nimani ko'ryapti, nimaga kiryapti. Aks holatda reklama degan narsalar bor. Bir narsaga ketsangiz, ikkinchi narsaga ulanib ketadi, ya'ni olib ketaveradi. Bola agar qiziqib shu narsaga, agar balog'at yoshiga yetib qoladigan bola bo'lsa, boshqa narsalarga ham qiziqib ketib qoladi. Yosh bolalarda u narsa sodir bo'lmagan taqdirda. Nima bo'lganda ham bolalarni o'sha tomondan nazorat qilishga imkoniyatimiz bormi? Ularga bergan taqdirimizda ham man qila olmaymiz, chunki biz man qilsak ular boshqa tomondan
undan foydalanishga harakat qiladi, boshqa o'rtoqlarnikiga ketadi yoki kompyuter nima qiladigan tomonlariga ketadi. Shuning uchun biz o'zimiz bolalarimizga berib, o'zimiz nazorat qilishligimiz bu narsa yaxshiroq bo'ladi. Allohu a'lam. يا رفيق الصبا أين عهد مضى أين ما كان من وصلنا والهوى يا رفيق الصبا أين عهد مضى أين ما كان من وصلنا والهوى